Qohirdodaro hamma shu naqzmi? Mondirnishida. Dad naqz boshi, salomat boshi shu. Silsivetni aybi bilan damovoy bo'larkan. Oldin oilada masa silsivetda bo'larkan. Shuncha ishlagan nima qilganman. O'sha qizil pasportimda silsivetni pechati bor Mirzaxo'jada yashaydi deb, lekin nimani daftariga tushmagan ekan. Agar nima bo'lmaganda menga bir yo'la fuqarolik berib nima qilgizdirardi. Keyin silsivetni aybi bilan nima bo'ldi? Yuristlar nimalar silsivetingizni sudga bering deb nima qilishdi. Men sudga bergani, endi men kelgan vaqtdagi odamlar yo'q, kimni nima qilgizdiraman, kimdan da'vo qila olaman? Yo'q, mayli qancha nima bo'lsa ham nima qilib shuncha yil fuqarolik olganim yo'q. Harakat qildim. Hozir 10 yillikka anaqa ishi karta bergan, nima qilgan, bemalol pensiyamni olaman, yashashim nima, shular bilan baravar saylovlarga hamma narsaga huquqim bor. Bolalarim hammasi o'zbek, metrikasi ham o'zbek, pasporti ham o'zbek, 4 ta farzandim, to'ralasi ham shu O'zbekistonda o'qidi, O'zbekistonning nimasi, O'zbekistonning fuqarosi. O'zbekistonga turmushga chiqqanimga hech ham afsuslanmayman. Yaxshi qo'zi ekanman, ikkita enani emib yuraman. O'zbekistonnikini ham, Tojikistonni ham. Qo'ni-qo'shnilarim yaxshi hammasi. Xursandman.